20 feet wide juda ham yaxshi holatda basseynlari bor, tennis kort, basketbol kort. Aka, tabriklaymiz. Rahmat. Uy muborak bo'lsin. Rahmat. Servislari juda yaxshi. Bank protsentini ham juda yaxshi qilib berishdi. Bu yerda uylar arzonroq va yaxshiroq. Xuddi Fransiyaning Versal saroyidagi o'zim ham hech qachon ko'rmaganman. Townhouse parkning ichida. Shunaqa zo'r, endi orqada basseyn. Assalomu alaykum azizlarim, Staten Islanddan. Biz hozir 10309 zip koddamiz. Mana orqamda turgan Townhouse 84-yil qurilgan ekan. 20 feet wide, juda ham yaxshi holatda parkning ichida 3 ta xona, 2,5 ta vannasi bor, basseynlari bor, tennis kort, basketbol kort, hammasi bor. Barakalla, mana bu boshqa gap. Men juda ham xursandman. Bruklindan bitta vatandoshimiz olyapti. Shu uy bizniki bo'ldi. Farzandlari bilan inshaalloh mazza qilib yashaydilar. Aka, tabriklaymiz. Rahmat. Uy muborak bo'lsin. Rahmat. Assalomu alaykum. Mana uy olamiz deb niyat qilib qo'ygandik. Xudoga shukr, niyatimizga yetdik. Harakat qilib, ana o'rtog'imiz Sinodan yaxshi yordam berdilar. Ishonganingiz uchun. Sizga ishlamadik o'xshaydi. Juda ham servislari juda yaxshi. Uydan biz juda ham rozimiz. Xizmatlari uchun o'rtoqlari, gruppalari juda yaxshi ishlashdi. Rahmat. Bizga yaxshi yordam berishdi. Bank protsentini ham juda yaxshi qilib berishdi. Kim agar niyat qilgan bo'lsa, uy olishga, yaxshi joylardan uy olishga niyat qilgan bo'lsa, mana обращаться qilinglar. Rahmat sizga. Sinodan gruppalariga juda yaxshi, xizmatlari juda yaxshi. Rahmat, salomat bo'linglar. Rahmat sizga. Uy xizmat qilsin, farzandlar bilan Rahmat. yaxshi xotiralar bo'lsin. Rahmat. Iloyim oxirgisi bo'lmasin, yana uylaringizda kattalarni inshaalloh harakat qilamiz. telefon qilamiz yana. Tabriklaymiz. Rahmat. Agar sizga ham uy kerak bo'lsa, ko'p kutmanglar. Ayniqsa Bruklinda kvartirada turgan bo'lsanglar, kattaroq uylarga chiqinglar. Bu yerda uylar arzonroq va yaxshiroq. Ishlarga omad. Rahmat. Mana uyimizni ko'ryapsizlar, juda ham keng, mazza qilib mehmon kutsalar bo'ladi. Xuddi Fransiyaning Versal saroyidagi mamlakat bejirim juda ham dahshat aboylar qo'yilgan. Shedevr, bu shedevr. Uy holati juda ham yaxshi turibdi, chunki farzandlar bo'lmagan ekan bularni. Bu yerda mana tualeti bor. Bu yoqqa keladigan bo'lsak, mana kafe qilingan, oshxona. Oshxonalarning ham holati juda ham zo'r, toshlar qilingan va uyimizning eng kulminatsion joyi. Mana tashqariga chiqinglar. O'zim ham hech qachon ko'rmaganman. Dekda o'rtasida mana daraxt chiqib turgani. Buni qaranglar, dekki juda ham katta. Tepada daraxt bor, bahorda menimcha juda ham zo'r ko'rinadi. Bu yerda mana basseyni bor va yana bitta zo'r tomoni, shunday ozgina yursangiz, o'sha parkka kirib ketasiz. Townhouse parkning ichida. Hammamizga nasib qilsin shunaqa uylar. Assalomu alaykum hammaga. Men bu townhouse qaranglar, o'zimga ham ko'chib kelganlarim kelib ketdi Staten Islandga. Dahshat. Prosta parkning orqasida zo'r mahalla. Deklarning ichidan даже daraxt o'tgan. Shunaqa zo'r, endi orqada basseyn. Kichkina parkchani ichida-da bu, как sanatoriya. Va shu yoqda tabriklayman Sitora opa. Allohim rohatini ko'ring. Juda ham zo'r uy. Vallah bilan mazza qilib yashaysizlar. Mana. Neyburxuda mana sizlarga. Qaranglar qanaqa dahshat.